Bugungi mavzuyimiz YouTube yuritishdagi xatolar. Ya'ni YouTube kanalimizni yuritishda ko'p uchraydigan xatolarni ko'rib chiqamiz. Birinchisi aniq yo'nalish tanlamaslik. Ya'ni siz bitta kanal ochdingiz, masalan texnika yo'nalishida va keyinchalik boshqa yo'nalishdagi chiroyli videoni ko'rib qolib, yana uni qo'ydingiz. Keyin yana boshqa yo'nalishdagi videoni qo'ysangiz, YouTube'da kanal tarixiz o'chadi va muvaffaqiyatga erishishga qiynalasiz. Ya'ni YouTube bu kanalni bitta nishada emasligi sababli uni monetizatsiya qoidalariga muvofiq emas deb topadi va kanal tarixini o'chiradi. Men hozir bu yo'nalish bo'yicha kanalni ko'rsataman. Mana bu yerda YouTube kanal bor. Bu kanal kino kanal sifatida ochilgan. Ochilgandan keyin obunachilari mana 3000 dan oshgan. Ommabop videolariga e'tibor bering. Mana 577 ming, 500 nechi, 100 ming, yaxshi, mana 38 ming va hokazo. Lekin kino kanalda kinolarda mualliflik huquqi ko'p bo'lgani sababli boshqa video topilmagach, kanal egasi boshqa yo'nalishda sun'iy intellektda yasalgan qo'shiqlar yoki mana bunaqa ko'ngilochar videolar, shunaqa narsalar qo'yaverganda, YouTube'da yo'nalishi bu yerda kinolar ekan, hozir boshqa videolarni o'chirib chiqib buni hozir qayta sozlayapmiz. Shunaqa bo'lgandan keyin bu kanalimizni mana monetizatsiyasiga e'tibor bering. Monetizatsiya yoqishga hamma narsasi yetarli. Ya'ni tahlil qiladigan bo'lsak, mana ko'rish vaqti, tomosha vaqti, obunachilari, mana ko'ryapsizmi? 28 kun ichida qancha ko'rilgan. Hamma narsasi yetarli, lekin mana monetizatsiyani bosadigan bo'lsak, mana murojaat qilishni bossak, kanal tarixi yaratilmagan. Sababi bu bitta nishada, ya'ni bitta yo'nalishda ijod qilmagani uchun YouTube mana bu yerda kanal tarixi degan joyi bor. Mana standart bilan o'rta daraja xususiyatlarni yo'qilganda mana kengaytirilgan xususiyatlar bo'limi o'chib qolgan. Ya'ni bir xil yo'nalish bo'lmagani sababli. Endi hozir bu kanalda faqat kino yo'nalishi qolib, qolgan yo'nalishdagi videolar o'chirilib, endi 1 oymi, 2 oymi mana bu yerda yozib qo'yibdi. 2 oygacha vaqt oladi. Bir xil yo'nalishda, bir xil nishada ijod qilib borilsa, yoqish imkoniyati bor. Yaxshi kanal, hamma narsasi tayyor, faqat endi yo'nalishni belgilab berdik. Ketdik. Yo'nalish muhim ekan. 2-3 xil yo'nalish qilmang. Keyin muntazamlik. Muntazamlik ham, ya'ni ketma-ket 2-3 ta video qo'yib, keyin video topolmasdan qo'ymay ketib, yana orada to'xtalish bo'ladigan bo'lsa, aynan shunaqa kanal bor bu yerda ham. Mana bu kanalga e'tibor bering. Muntazamlik. Hozir bu yongancha YouTube mana bu joyda 90 daqiqa degan kanal, qarang, Moz qancha oldin qo'yilgan qo'shiqlar, videolar. Shundan beri qo'yilmay ketgan. Va bu kanalda keyingi qo'yilgan mana ko'rishlar. Uje o'zbekcha tarjima qilaylik. Muntazam video qo'yilmagandan keyin oxir qo'yilgan videolarimiz uchmaydi. Mana bu yerda boshida qo'yilganlarga e'tibor bersak, mashhurlarga kiraylik. Mana boshida bu kanalda ham videolari mana 14 ming, 11 ming, 7 ming yaxshi uchib kelayotgandi birinchi qo'yilganda. Shundan keyin muntazamlik buzilgandan keyin uje ko'rishlar yo'q. Va buni ham kanal tarixini ko'ramiz hozir. Mana so'zlamalarga kiramiz. Kanal tarixi o'chmabdi. Demak, bunda ana bu narsa yongan bo'lishi kerak bizda, mana o'rta darajadagi. Yo'nalish bir xilligi uchunmi? Demak, kanal tarixi o'chmabdi. Bu kanalni rivojlantirsa, hozircha obunachilari 500 ta ekan, monetizatsiya bo'limiga o'tib ko'ramiz. Mana birinchi, ikkinchisi bajarilgan, faqat mana bu qismi yo'q, 3000 ta amal qilish. Ya'ni videolarimiz uchmagani sababli mana 4,5 ming ta.
murojaat qilib bo'lmaydi. Demak, keyingisi bu poster deymiz biz tilimizda, ya'ni videomizni kimdir qidirayotganda uni yuzida ko'rinadigan rasmi yoki qaysidir kadrda. Keling, mana shu yerdan birorta poster ko'rsatib beraman. Biz mana shu joydan masalan kinolar yo'nalishi bo'yicha kinolar keling tarjima qidiruv berganimizda mana kinolarni e'tibor bering, yuzidagi rasm poster. Mana bunda yo'q. Shunchaki mana kadrda ko'rinib turibdi. Mana bularda qanaqadir yozuv bilan mana ko'ryapsizmi? Mana bunda bor. Mana bunda ham mana yasha xotin degan joy bor mana. Ya'ni chiroyli effektli posterlar qo'yilgan. Siz shunchaki yozuvni ko'rib ham xatiyapni bir marta bosib ko'rasiz. Mana Sahro jangchisi. Mana bunda yo'q, shunchaki e'tibor bering, boshlanish qo'yib ketilgan. Amazonka xazinasida bor. Mana shunaqa kadrlarni, posterlarni to'g'ri qo'yishimiz ham bizni asosiy xatoyimiz, to'g'ri qo'ymaslik. Keyingisi sarlavha. Sarlavhani haddan tashqari uzun qilish ham xato, chunki o'qib zerikadi. Kirish qismi, ya'ni kino yo'nalishi emas, boshqa yo'nalishda qilayotgan videoyingizda dastlabki kirish qismi auditoriyani ushlab qola olishi kerak. Ya'ni tomoshabin shunchaki kirganda yo'q, boshqa yo'nalish qilaylik, kino emas, Vine yo'nalishini ko'raylik. Masalan, Vine. Masalan, shunga kirganda auditoriyani ushlab qola olmasa, keyingisiga o'tib ketsa, ko'rmasdan sizda videoyingiz uchmaydi. Chunki tomoshabin kam sekund ko'ryapti deydi. Mana shuni hisobidan boshlanishida ko'pincha chiroyli effektlar bilan boshlanadi videolarimiz. Ya'ni auditoriyani ko'proq ushlab qolish kerak o'zimizda kanalimizda. Ovoz sifati. Masalan, dars yoki boshqa narsa zapis qilayotgan bo'lsangiz, albatta mikrofon, yaxshi ovoz bo'lsa, foydalanuvchiga foydali. Ya'ni bo'lmasa shovqin yo'q, tinch xonada zapis qilish kerak. Video sifati, buni ham bilasiz, sifatsiz videoni baribir saqlab qola olmaydi. SEO tahlil. SEO bu qidiruvda chiqadigan so'zlar, hashtaglardan foydalanish, kalit so'zlar. Ya'ni qarang. Boshla. Mana kanal. Mana bu yerda videolarni sozlash bo'limi bor. Qarang, mana shuni ichiga kiradigan bo'lsak, mana kino nomi va bu yerda kinoni tasnifi va pastida mana bu hashtaglar. Endi mana bu joyda esa mana kalit so'zlar. Mana shular kanalni qidiruvini topga olib chiqadi. Shu narsalarni to'g'ri sozlash kerak. Bu oldingi videomizda bor, qanday sozlash. Analitik, ya'ni tahlil. Kanalni tahlil qilmaslik. Tahlilni bosadigan bo'lsak, yo'q, keling, bu usulda tahlil qilib beray. Mana mening kanalimga kiramiz. Videolarni boshqarishga kiramizda. Ana bu joyni bossak, e'tibor bering, nechta obunachi olib kelgan, qancha tomoshabin, mana bu yerda o'rtacha ko'rish vaqti, qarang, videoni o'rtacha ko'rish vaqti tushib ketgani, hammasini tahlili bor mana bu yerda. Mana shu narsalarga tahlil qilib, kamchiliklarni keyingi videoda bartaraf etish kerak. Asosiy yana bitta xatoyimiz juda tez daromad topishga umid qilish. YouTube'da hech qachon 1 oy, 2 oy, 5 oyda daromad topib bo'lmaydi. Dastlabki 6-12 oy faqat auditoriya yig'ish va chiroyli kontent qilish uchun vaqt ketadi. Buni bo'yinga olib YouTube'ga kontent boshlash kerak. Bu qo'shimcha har kuni ijtimoiy tarmoqda bekorchi vaqt o'tkazgandan ko'ra, shunga vaqt sarflab 1 yildan keyindir, 7 oy, 6 oydan keyindir, lekin daromad olish mumkin. Xo'sh, tez daromaddan keyin mualliflik. Eng asosiy muammolardan biri bu mualliflik huquqini buzish. Buni hozir ko'rib chiqamiz. Mana bu kanal egasi mana bu ham kino kanal qilgan. E'tibor bering. Bu videoda cheklov bo'lishi mumkin. Ushbu videoda da'vo qilingan kontent topildi. Bu hozircha videoga ta'sir qilmaydi. Lekin mana YouTube'da pul ishlashingizni boshlashingiz u sizning daromadingizga ta'sir qilishi mumkin. Ochiq bo'lgan bilan ham bunda da'vo qilingan kontent bor. Keyin hozirgi tasnifi yozilmagan bu videoni, poster qo'yilmagan, mana bu joydan xatyabi chiroyliroq eskizni ham tanlamagan yoki mana bu holatda qolish kerak edi. Ikkinchisi,
Mana bunda ommaviy ochiq bo'lsa, mana hech qanday birlashmalar yo'q bo'lsa, bemalol uchishi mumkin. Mana yana bor shunda cheklov bor. Bunda ham endi asosiy mana bu mualliflik huquqida mana bloklangan. Bu video tomoshabinlarga yetib bormoqda va so'zlamalarga bo'lsa bloklangan bo'lsa edi mana. Bu butun dunyo bo'ylab bloklangan. Demak, tafsilotlarni ko'ramiz mana. Bloklab tashalgan, videoda butun dunyo bo'ylab bloklangan mualliflik huquqi bor debdi. Mana tafsilotlarni ko'rish bo'lsa, mana pul topish yo'llaringizga potensial cheklov. Mana bu yerda mualliflik huquqi nimada borligi, mana da'vogarlar hammasi yozilgan. Mana belgilangan hududlarda videoning deyarli hamma joyda mualliflik huquqi bor. Mana shunaqa 3 ta qizil jalba, ya'ni mana bunaqa kelsa, kanalni bloklab tashlaydi. Men sizlarga hozir bloklangan bitta kanalimni ko'rsataman. YouTube har oyni 12 shu 10-sana atrofida kanallarni bir proverka qiladi, ya'ni bloklash kerak bo'lganini bloklaydi, pul tushirish kerak bo'lganini pul tushiradi mana. Tizimga kiramiz. Mana shu elektron pochtada mana YouTube kanal futbol udaliniyasi YouTube. Xo'sh, mana bu yerda yozilgan mana 9-yanvar 2027-yilgacha bloklab tashalgan kanal. Mana shu shaklda mualliflik huquqidan foydalansa, kanalni bloklab tashlaydi. Bu kira olmaysiz YouTube. Xo'sh, ketdik auditoriya. Ya'ni auditoriya bilan ishlamaslik. Auditoriya bilan ishlamaslik, ya'ni kontentlarimizda unaqa narsa bor-da. Masalan, keling hozir mana shu uchayaptimi? Kirganimizda kommentariya degan joy bor. E'tibor bering, izohlar. Shuncha odam kommentariya yozgan. E'tibor bering, har biriga like, javob nimalar qaytarilgan. Vaqt ketsa ham auditoriya bilan ishlash kerak. Nechta komment bo'lsa, bu ham videoyingizni faol bo'lishiga yordam beradi-da, yanada topga chiqishga yordam beradi. Trendlar. Ya'ni siz ijtimoiy ko'ngilochar yo'nalishda kontent qilyapsiz va o'sha paytda qaysi bir trend mashhur. Ya'ni mana jahon chempionati boshlanishidan oldin O'zbekiston degan Masharipov shunaqa degan bir qo'shiq moda bo'ldi. Uni mualliflik huquqi yo'q ekan. Deyarli hamma o'sha trenddan foydalanib, yaxshi auditoriya yig'ib oldi. Xuddi shunaqa mavsumiy trendlar chiqib qoladi, o'shalardan qolib ketmaslik kerak. Yana bitta xatoyimiz mukammallikni kutib video yaratishni ortga surish. Siz kontent boshlamoqchisiz, g'oya bu, mavzu bu, siz endi sifatli kadr uchun kamera yoki boshqa narsani bahona qilib kontent boshlashni kechiktirib yurish ham bu xato. Keyin faqat obunachilar soniga qarab qolish. Demak, obunachilar soni albatta muhim, lekin ishlayverish kerak. Obunachilar bugun kelmasa, ertaga kelmasa, bir oydan keyin baribir obunachilar keladi. Endi muvaffaqiyat formulasi, demak, sifatli kontent, muntazamlik, SEO bu Google qidiruv tizimida foydalanish, o'sha hashtaglardan foydalanish, kalit so'zlar, tahlil qilib borish, sabr va bir narsa qolib ketdi bu yerda mualliflik huquqi. Mualliflik huquqi videolardan ham videomizda e'tibor qilishimiz kerak. Shu xatolarni ko'rib chiqdik.